Ro'za tutish davrida ko'plab odamlar holsizlik, charchoq va chanqoqni his qilishadi. Ammo to'g'ri ovqatlanish va yetarlicha suyuqlik ichish orqali bu belgilarni kamaytirish mumkin. Bu esa ro'za tutish davrida kundalik yumushlarimiz bilan mashg'ul bo'lishni osonlashtiradi. Ushbu videoda kun davomida o'zimizni yaxshi his qilishimiz uchun va tetik yurishimiz uchun iftorlik va saharlik davrida qanday ovqatlanishimiz kerakligi haqida aytib beramiz. Ramazon oyida sog'lom ovqatlanish muhim ahamiyatga ega. Saharlik va iftorlik paytida ovqatlanish uchun to'g'ri mahsulotlarni tanlash kun davomidagi charchoqni kamaytirishga va energiyaga boy bo'lishimizga yordam beradi. Ba'zan noto'g'ri ovqatlanish tufayli odamlar kun davomida o'zini charchagan yoki och his qilishadi. Ushbu videoda qanday qilib charchoq va ochlik hissini kamaytirish mumkinligi haqida ma'lumot beramiz. Saharlikda qanday ovqatlanish kerak? Saharlikda tanamizga kerakli vitaminlar va minerallarni ta'minlaydigan, to'yimli va energiya beruvchi ovqatlarni tanlash muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ushbu ovqatlar qonda qand miqdorini turg'un saqlashi kerak. Bu qorin uzoqroq muddat to'q turishi va energiya darajasini turg'un bo'lishini ta'minlaydi. Bunday ovqatlarga oqsil, murakkab uglevodlar va sog'lom yog'larga boy mahsulotlar misol bo'la oladi. Achchiq, sho'r ovqatlar iste'molini kamaytiring. Bu kun davomida tezroq chanqashingizga olib kelishi mumkin. Iste'mol qilishimiz mumkin bo'lgan mahsulotlarga tuxum, yog'siz go'sht, masalan tovuq, mol, baliq, sut va sut mahsulotlari, yog'siz kefir, qatiq, tvoroglar, dukkakli mahsulotlar, mosh, no'xat, loviyalar kiradi. Grechka, sul yormasi, perlovka, jigarrang guruchlar murakkab uglevodlar qatoriga kiradi va sekin hazm bo'lib, uzoq muddat to'q yurishingizga yordam beradi. Sog'lom yog'larga esa zaytun yog'i, kokos yog'laridan foydalanishingiz mumkin. Iftorlikdan so'ng snack sifatida esa yong'oqlar va mevalardan iste'mol qilishingiz mumkin. Ayniqsa mevalar tarkibida ko'p suyuqlik saqlovchi mahsulotlar qatoriga kiradi. Saharlikgacha shu mahsulotlarni iste'mol qilish tanada suyuqlik darajasini yaxshilashga yordam beradi. Saharlikgacha yetarli suyuqlik ichishga e'tibor bering. Chanqamagan bo'lsangiz ham kundalik suyuqlik miqdorini qabul qiling. Chunki chanqaganingizda allaqachon tanangizda suvsizlanish kuzatilayotgan bo'ladi. Shuning uchun chanqashingizni kutmang va kunlik rejalashtirgan suyuqligingizni qabul qiling. Suyuqlik uchun tarkibida shakar, kofein saqlamaydigan suyuqliklarni tanlang. Chunki bunday ichimliklar chanqoq hissini suvchalik yaxshi bosmaydi va hatto chanqatuvchan bo'lishi ham mumkin. Ramazon oyida boshqa kunlarda bo'lgani kabi bir kunlik tavsiya qilingan suyuqlik miqdorini iste'mol qilishimiz kerak. Kun davomida suyuqlik ichish mumkin bo'lmaganligi sababli bu miqdorni iftorlikdan saharlikgacha bo'lgan davrga taqsimlashimiz kerak. 2021-yilda Indoneziyada o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, kattalar orasida Ramazon oyida iste'mol qilinadigan o'rtacha suyuqlik miqdori kuniga 1.7 litrni tashkil qiladi. Bu kundalik normadan kam. Kishi uchun tavsiya qilinadigan kundalik suyuqlik miqdori 2-3 litr yoki 8-10 stakanga to'g'ri keladi. Suv ichishni quyidagicha taqsimlashingiz mumkin. 1 stakan saharlikdan oldin, ya'ni saharlik uchun asosiy ovqatni iste'mol qilishdan ilgari 1 stakan, saharlikdan keyin asosiy ovqatni iste'mol qilib bo'lgach yana 1 stakan, iftorlik uchun asosiy ovqatni yeyishdan oldin 1 stakan, iftorlikdan keyin asosiy ovqatni iste'mol qilib bo'lgach yana 1 stakan. Xufton vaqtida 1 stakan, tarovehdan oldin va tarovehdan keyin yana 1 stakan. Uyquga yotishdan oldin esa yana 1 stakan. Yuqoridagilarning jami taxminan 2-3 litrlik, ya'ni bir kunlik suyuqlik miqdorini qoplaydi. Suv ichayotganda bir o'tirishda katta miqdorda emas, balki oz-ozdan ichish muhim. Bu suyuqlikni tanaga singishiga imkon beradi va chanqoqni qondiradi. Bunga qo'shimcha tarzda namoz yoki sayr uchun ko'chaga chiqqaningizda o'zingiz bilan suv olib chiqing. Bu orqali kundalik suyuqlik miqdorini iste'mol qilishingiz osonlashadi. Saharlikni o'tkazib yubormang. Saharlikni o'tkazib yuborish qonda qand miqdori past bo'lishiga, natijada qorin ochishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, chanqoq hissi yuqori bo'lishiga olib keladi. Iftorlikda qanday ovqatlanish kerak? Ro'zadan keyin iftorlik paytida ko'pchilik qisqa muddatda ko'p ovqat yeb qo'yadi. Bu esa uzoq muddat ochlikda yurgan tana va oshqozon hazm tizimiga ortiqcha yuk bo'ladi. Iftorlikda iste'mol qilinadigan ovqatlar kun davomidagi tana suyuqlik darajasi va ochlik tufayli sodir bo'ladigan yetishmovchiliklarni qoplashi kerak. Og'iz ochishni suyuqlikka boy, tarkibida kam yog' saqlovchi yoki tabiiy shakar manbalaridan boshlang. Xurmo va suv bilan og'iz ochish yuqoridagi talablarni qondiradi. Xurmo tez quvvat beruvchi sog'lom shakar manbai hisoblanadi. Bundan tashqari, tarkibida o'simlik tolasi ham saqlaydi.
Xurmo bilan birga oqsilga boy yong'oqlar iste'mol qilish qonda qand miqdorini tez ko'tarilishini oldini oladi va sizni turg'un energiya bilan ta'minlaydi. Og'iz ochilgandan keyin 10-15 daqiqa o'tib asosiy ovqatni yeyish tavsiya qilinadi. Asosiy ovqat yeyish jarayonida e'tiborli bo'ling va sekinroq ovqatlaning. Miyaga to'qlik hissi 20 daqiqada yetib boradi. Ya'ni siz qorningiz to'yganini his qilganingizda allaqachon ko'p ovqat yeb qo'ygan bo'lasiz. Ovqat tayyorlayotganda o'simlik tolasiga boy, murakkab uglevodlardan, oqsil va sog'lom yog'lardan foydalaning. Bir kishilik ovqatni likopcha ko'rinishda olsak, likopchangizni yarmini bargli ko'katlarga yoki sabzavotlarga to'ldiring. Bularga brokkoli, salat bargi, karam, gulkaram, yashil piyoz kabilar yoki shu mahsulotlardan tayyorlangan salatlarni kiritish mumkin. Likopchangizni 4dan birini murakkab uglevodlar yoki o'simlik tolasiga boy mahsulotlarga to'ldiring. Misol uchun, grechka, jigarrang guruch, no'xat, perlovka, loviya kabilar. Qolgan qismini esa oqsilli mahsulotlar bilan to'ldiring. Bularga baliq, tovuq, mol yoki qo'y go'shti, tuxum kabilar kirishi mumkin. Harakatda bo'ling. Ro'za tutish tufayli jismoniy toliqsangiz ham harakatsiz bo'lmang. Iftorlikdan so'ng yurish yoki yengil mashq qilish tavsiya qilinadi. Bu esa ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi. Qonda qand miqdorini nazorat qilishga yordam beradi. Yurak salomatligi va kayfiyatni yaxshilaydi. Ramazon oyida ro'za tutish foydalari va qanday qilib ro'za tutish orqali vazn tashlash haqida bilish uchun ekranda ko'rsatilgan videolarni tomosha qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.